Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zikrillahi ta'ala kaimen ve kaiden ve muztaciyen ve muhdisen ve cunuben ve haiden illel Kur'ane fela yahillu li cunubin ve la haidin deydi. Yani bu Allah Teala'nın zikir kılışındaki babıdır. Örtürüp, olturup, yetip, teressiz, cunup ve haiz boğan halette ben Allah'ın zikir kılışındaki faziletindeki nemisidir, babıdır. Lakin Kur'an ne? Onda zikir kılsak çok bulmaydı deydi. Onda varken halal bulmaydı. Yani bu Kur'an cunup ve haiz için yani Kur'an'ı okuşu halalçı emez deydi. Biz hem de Mene Riyazu Salihin diyen kitap okuttuğumuz okup Kitabul Ezkar diyen men muşubak kelgendik. Men muşubak kelip muşu kitapqa kelgendik. Bu kitapqa ait olgan men bir qancha ders okulgan boldu. Hazır hem de men yuqorqi deyilgan aş ayet ve hadisga asosan men qandaq vaqtdagi üzide okusucu boludu yuqorqi şu ayeti degan hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşı hadislarda mesela ma zikr mandat savap oldu andaq oldu degan gapniki üzide bu umum. Meyli o adam menip жүрсün ya uxlabasın, uxlançal bolmaydı zadi. Ya ki yotqanın içinde olsun ya ki her qanda işte olsun qandaq vaqtı üzide mene yani bazı vaqtı üzide namazı kin deganlar var, degan hadisi var. Benim muşinin degan bolsa yuqorqi hadisga asosan açtaq savapçı katta ajr boludu. Yani yuqorqi hadisi nimadagi zikrniki unda muayyan bo'libmi 5 vaqt namozdan keyin o'qisa namozi keyin degan boshqa zikrlarniki qandoq vaqtda o'zi o'qisa men bu odamniki imkon yor bergan asoslicha bo'ladi. Faqat shu o'bornilik vaqtdagi o'zidan hojatxona g'usl qilgan vaqtdagi o'zida bo'lmay men boshqa vaqtdagi o'zidan ya namoz o'qigan vaqtda o'zida inan men zikr tasbih aytaman deb namozni o'zi zikr tutsa boshqasi bo'lmaydi. Men mushu vaqtda o'zida qandoq o'qisa men yuqorqi hadisga asosan deganda qashta katta ajrchi bo'ladi. Endi ma babda zikr qiluvchi insonlarniki bir holati bor. O holat qavm mesela o'ltirdi, yotdi, tarasiz, tartib, junub, haiz. Men mushunda bir holat bo'lib qolgan vaqt o'zida men mushu vaqt o'zida zikr qilib bo'lamdi, qilamiz. Meni bu odamning o'zi faqat haiz, junubdan boshqa men zikrniki zikirmuş ikkisidagi boshqa qanday bir odam zikrni qanday holatda o'qishchi bo'ladi. Menda çok bo'ladi. Ammo haiz bilan mana bu yalaqi junub odamniki o'zi Qur'on zikrniki eng kattasi bo'lgan Qur'oni Karimniki o'zini o'qishchi bo'lmaydi. Mana buni Qur'oni Karimni o'qish bo'lmaydi. Bundan boshqa zikr, duo, shuningdek durud va undan boshqa men subhanalloh alhamdulillah demdin. Bu adam cünüp bolamdı, haiz olamdı, qandaq vaqtdagi o'zidan men yetib bolamdı, mayli menib жүрүп bolamdı, men ish qilib bolamdı, qandaq vaqtda desa buniki fazilati nihoyat kattachi bo'ladi. Muayyan bir nima yo'q undan, muayyan bir vaqt, muayyan bir shaklchi yo'q. Faqat haiz bilan cünüp adamniki, ya'ni odat ko'rgan ayol bilan men cünüp bo'lib qolgan er olamdı, ayol olamdı, bu ikkisi mustasno. Mene qandaq vaqtda o'zida Qur'onni o'qimdi, qandaq vaqtda o'qishchi bo'ladi. Lekin zikr o'qidigan gap qarab o'qishniki nemisi bo'ladi. Endi qarab o'qish kelgan vaqt o'zida mene bu yedis, ya'ni muhdis, ya'ni tarixsiz bo'lgan odamning o'zi Qur'onni tutib o'qisa toza obdan bo'lmaydi. Ammo unga boshqa yod bilgan bo'lsa, tarixsiz bo'lamdi, bo'lmamdi, mengib yuramdi, yetib bo'lam, qandaq o'qisa, zot u odam imkoniyat yer bergan asosda o'qishchi bo'ladi. Yani bu. Biz hazır muşun üstünde imkanımız toxtalımız deydi. Dedi Allah Teala İnne fi halqis semavati vel ard ve ihtilafil leyli ven nehari la ayatin li ulil albab. Ellezine yezkuruna la qiyamen ve qu'udan ve ala junubihim.
degan mush oyatda Alloh taolo men zikrniki qanday holati bo'lamdi desichi bo'ludi deb shuna deydi. Meni Allah Teala men şu tövenki ayette umumun mezmundan meni bu yılki bu adamın özü şu zikrini kanda qalati desiço boludu depço deylendi. Men Allah Teala şuna dedik bu ayette cezmen asman ve zimrininki yaratılışıdan keçe ve kündüzninki muşundak amnışıdan mene büyük bir alamet meni belgiler badur kim gelse akıl egillerge. Men akıl ve akılni işlete alaydigan, tefekkür kıla alaydigan muşundaq adamlarga asman bilan zaminning yaratılışıdan. Yani asmanniki yaratılışı qarab bakın. Men bizim üstümüzge dersen mesela asman. Bizim üstümüzge hava. Men bizim üstümüz yer şarının üstü hava boludu. Men havaniki her netçe nima qatlım var. Onun işte her xil şekildeki havalı var. Men muş hava onun başka bizim üstümüzge mesela ay, quyosh, yulduz. Men muşayga qarıqsa men aql va adamga Allah'niki bir bar ekanlikka, men Allah'niki kuchi va qudratiki ne kadar zo'r ekanlikka buningga necha ming'an nimalar bor, dalillar bor. Men shuningdek kecha bilan kunduzniki o'xshamaslikdan. Men kecha bilan kunduzni amnishidan. Men kecha degan qarapasa o'xshash. Kecha oladi, uni kunduz oladi. Mesela ba'zi yerda kecha uzun, ba'zi yerda kecha qisqa. Men mushundaq bo'ladi. Men mushundaq tegishib davomli mushtaq bo'ladi. Men mushuni o'ylagan vaqt o'zida bu aql va tafakkur qiladigan odam mushuni o'ylagan vaqt o'zida jazman mushuni qildirayotgan bir kuch bor ekan. Men mushu kuchniki o'zi jazman birkan, u kuchniki o'zi jazman nima ekan u mavjud ekan. Men u kuchniki o'zi jazman har qanday narsa biladi ekan, ham kuchaydi dedi ekan, ham bak buyuk ekan. Diğerlerini okuduğun neçe 100 milyon, neçe ming tane nima var? Delilçi bor dedi. Dep, mene ula kim o? Desen, mene ula akıl egilleri dedi. Akıl egillerine mesela delil var dep. Ellezine degen ulul elbablık sıfatı. O akıl egiller kim? Dese akıl egiller şunda bir kişi ki zikir kıldı ula Allah'ını örtüğün haletten. Oltuğun haletten ve yüzdeki bekinçe. Yani yüzün bekini bilen yatkan halette mi? Yine ne kıldı ula? Devamlılık muşunda kainatını, muşunda mevcudatını, tabiat dünyası her neyse tefekkür kılıp muşunda izlenip akılın yüzü çıktısı mı? Lakin akıl tefekkürünü yüzde hareketlendirdiğin muşunda kişiler ula değil. Men bula kim? Akıl egeleri. Akıl hoşu cayda olan kişilerin yüzü men Allah'ınki men yatamda, uxlamda, manamda, turamda men her kanday vaqtimizda şu esnab turdu. Tefekkür qilib turdu deydi. Men tefekkür qilib turdigan bo'lgandan mush oyatning o'zida Alloh taolo men o'rto'g'an holatdan o'ltirib yetib degandan keyin ya'ni demak Allohni men tefekkür qilishning o'zi nima ekanini zikr ekan. Biz tushunamizki zikrning o'zi zot to'g'ri til bilan zikr qilish meni asos qiladi. Undan boshqa u odamniki qilgan amaliyati nima o zikr bo'lgan bo'ladi. Chunki u odamning qilgan harakatlari hammasi nima o zikr. Men o adam yalgan gap qilsa, rost gap qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ro'za tutsa, Qur'on o'qisa bu zikr bo'lgan bo'ladi. Endi undan boshqa zikr nima va Qur'oni Karimning deyishcha tafakkur. Yani aqldan iborat bo'lgan bu bir a'zo deylamdi. Men mushu bir ne'matni o'zligi qildigan ishni u odam qildi. U nima qilish? Uni aqlni ishlatish orqali harakatlantirdi. Harakat degan faaliyet oldu. Men mushniki o'zimi nima o bir zikrdir. Yani ağzımızda illaki demek, aklımızın özünü bekar tutmay, oylab, xiyal qilib, işte tefekkür qilib, izlenip. Bu xiyal emas. Xiyal qilib, o'qisa olmaydi, rasmi o'qib tekshirish kerak. Tekshirish orqali hozir dunyoda tekshirdigan va uni tadqiq qilgan guruhlarning o'zi kofirlar olib ketdi. Musulmonlar shuni foydalanib, "Mana Qur'oni Karim bunday deydi" olib ketdi. Asli Alloh taolo allaqachon bo'lishib deb bo'lgan. Ey aqlli musulmonlar, mana sizlar aqlli bo'lgandan keyin tefekkür qila olaysizlar. Tefekkür kılışlar, tefekkür kılına. Tefekkür bu da olmaz. İzlenip ameliyata resmi onu beni çıkıp hazır kadar oya düşüp anındaki maddelerin üzerinde onu tekşirip çoğun kişinin ağrıp benim muştak kısa olur dendi. Biz bunu Allah'tan muştakı kantildi ki biz bunu kalamadık. Bunda bir vazifenin üzerine bizim kolumuzun elip
kafirlarning qo'li uchun badi. Biz ana uni dinni qatimiz paylandyapmiz. Men Allah Taala men mushundaq qilgan kishilarning ko'zida aqlli kishi debdi. Men bu danglabdi, undaq bo'lgan ekan, men mushundaq yatimizmi, uxlay yatimizmi, yoki mangimizmi, turumizmi, qandaq bir holatniki o'zida Allohni zikr qilsak, men tafakkur qilish orqali bu katta nima bo'ladi? Ajr bo'ladi. Chunki Alloh dangladi. Buning ichida hamda faqat Qur'oni Karimni o'ylab qolmay, ya'ni Qur'oni Karim o'qimay, u joni mayli haiz olamdi, mayli junub olamdi, tarat erish og'irchilik, g'usul qilish og'irlikda u adab tafakkur qismi u joni o'zida bu zikr bo'lgan bo'ladi, ammo Qur'onni tilda o'qimisli bo'ladi hamda. Ya haiz bilan ishkin. Mana bu nima? Buni berdi bularga. Mana bu haiz bo'lgan yoki shu junub bo'lgan odamning o'zi ash Qur'onni o'qimay, uni boshqa duo, tilovat, zikr, tasbih, durud hammani yo'li shu o'qish bo'ladi. Buni haiz ayolmi shu, buni islom dinimiz ularga nima uchun kengir ko'rsatgan. Kengir yo'l tutgan. Hem yedisi kelsak, birinchi hadis. Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi Ayşe. Berti Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam zikr qildi Alloh taoloni o'ziki vaqtlarininki hammasi deydi. O'zi vaqtlarining hammasi vaqt qavun, mangdigan, yotadigan, turadigan, mana ishlaydigan her qanday vaqtdagi o'zida Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamni nima qildi? Eslatdi. Zikr qildi. Mana yuqorgi hadisda davomli og'izi midir yoqib turdi, mushtaq cho'q qilib turdi. Anda oğandikin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni her qanday vaqti bo'lgan mayli tarassiz olsun, mayli taratlik meni aleti bo'lsin. Mana bu yerdemde her qanday vaqtda degani umum emas. Ya'ni junub bo'lgan holatdan boshqa vaqtda Qur'oni Karimni, endi bu yerda zikr deb olsak, Qur'oni Karimda boshqa zikrni olsak hammasiga o'z ichiga oladi. Mayli junub bo'lamdi, mayli tarassiz bo'lamdi, qanday vaqtda oladi degan gap. Ammo bu zikrniki o'zidan biz Qur'oni Karimniki o'zida Qur'oni Karimni o'zini oladi desek, uçağımızda Peygamber böyle cunupluk holatda buni uchun qimmatli degan. Bu boshqa elchiki sababi buni taxsisga aylandırırız. Anda oldiki Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam o'zidagi vaqtniki hammasini Allohni eslagandan keyin biz mu'min musulmon bo'lib, men Peygamber alayhisolatu vasallam ummat bo'lgandan keyin Peygamber alayhisolatu vasallamga nima desa biz agishimiz deb ashundaq degandan keyin bizim nima qilishimiz kerak? Davomli eslashimiz kerak. Davomli zikr qilishimiz kerak. Bo'libmi hozirgi davrning o'zida. Endi zikr qilish meni odatlanib ketsa bo'ladi, unuga haydakchi bo'lgan bir necha ishlar bor. Mesela qo'lni bir tasbih berish yoki shu tasbihning o'rnida yeni bir hisoblaydigan bir makina bor. Uni mana qo'l tutib turishning o'zi bizni bir haydakchi bo'ladi. Bu bir nima, u sabab, u bir nima, bir omil, u bir vosita. Men mushni qo'llansak, o'changizda biz ish qilyapsakmi, yo mengvatsakmi, xalqning gapini anglaysakmi, qo'limizni olib bo'lgandan keyin qalbimiz zikr olgan bo'ladi. Buni foiz bakcho jiq. İkinci hadis. İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. Men bu kishi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam: "Eğer cazmat sizning biringlar qachoniki kelsa, ol biringlar o'zing ahli kipti." Ben ahli kipti deganlikning o'zidan zot ahli keldi o ayoldan. Bu yerdamda bu yerda kinoya, yani o'zniki ahli kipti degani, yani ko'ngli tatib, yani jinsiy munosabat qilaman deb ashtaq nim qilmoqchi bo'ldi. Aşında bu demdi. Bu vaqt o'zida, shu kelgan vaqt o'zida men o odam debdiki, nima debdi? Shu ish boshlashdi burun. Bismillahi Allohumma jannibish shaytona va jannibish shaytona ma razaqtana degan men mushu duoni qilsa, mushu duoni o andikin shu ish bo'lsa, uniki ikkisiki o'ttirsida bir bala hüküm kılınsa. Yani Allah Teala'nınki mena kadri azali söylen, mena kaza kadar ve kaza söylen. Bu muşu işte bunun vücutun muşu bir yerken ikisindeki maninin uçkuşu bir vücut. Yani bir balının yüzü vücut keldi dep aşağı takdir kan bolsa, şu vaktin yüzüde mena zara kanmaydı şu balığa. Hiç kandak bir nesinin kanmaydı, zara çok kanmaydı. Yani zara kanmaydı. O şeytan o balığı için zarar çok kanmaydı. Yani o şeytan o balığa hiç kandak tarafta ziyan yetkizamıydı. Meyli ruhi, meyli cismani tarafta ziyan yetkizmeyin. Yani o balığınki aklı hoşu caydan, ahlaklık.
Mana o şeytanın ziyan yetkazamagandan keyin uni ne qılamaydigan, tutamaydigan gap, uni silyamaydigan gap. O şeytan uni jiroq bo'lgandan keyin u bola bizga nisbatan eng muhim bo'lgani mana aqli, o'sha joyida diyonatlik, aqlliq, ota-onasi nima desa ma'qul deydigan, men dinimizni, Qur'onimizni, islom dinimizni, Muhammad alayhisolamni yaxshi ko'radigan bir noit taqvo muttaqi bola bo'ladi. Men bu deydi. Unda bo'ladi ekan, mana bu zikrniki bizga nisbatan manfaati uchun musho. Endi ko'p vaqtni o'zida chunki payg'ambar bu gap nima deydi? Chunki ayol bunda ish bo'lgan vaqt o'zida to'liq vaqtni unutilib qoladi endi. Bu qilishi mumkin. Shunda vaqtni o'zidami men unutilib qolmay mush duoni shu qilish kerak. U chal o'zida voy deb o ko'nglimiz mundaq bo'ldi deb nima emas. Men mushuninki bir qoidasi bor. O qoida qonun shu payg'ambar boshqa hadis asosan, ya'ni hayvon kelganda unda bir ish bo'lmasin orang'ida. Buniki oldida nima va u yerda har ikkala tarafni bir-birisi bilan meni o'tkazadigan bir vosita bor. Ya'ni bir elchi bor. Meni mesela gaplashib yoki bunda qiladigan shu ish bo'lsin, anadagi bu ishni qilinglar degan nima hadis bor. Islom dinimizda har qanday ishdagi bir o'lcham yo'li bo'ladi. Hattoki jinsiy munosabat o'tkazish ayolning masalasi shundoq. Shundoq. Shuningdek mana uniki oldida men mushu duoni shu qilish. 2 og'iz, 3 og'iz duo. U duo qavun. Allohumma jannibi shayton. Ey Allah bizni shaytondan jiroq qilsa. Va jiroq qilsa shaytonni bizga rizq bergan narsa bo'lgan farzandimizdir. Agar ma'noda bir farzand ada bir taqdir ilohiy beradigan bo'lib qolgan bo'lsa, men mushu narsaniki o'zi shaytonning buni jiroq qilsa degan Uyg'urcha ma'no. Agar arabcha bilmasak, ko'nglimizni ko'chirib har ikkala taraf men mushu duoni shu qilish kerak. Men mushu duoni shu qilsaqchi nima o'n foydasi bo'ladi. Bu bir zikr hamdi. Bu uchanimizda yalaqi ish, yalaqi hayvondek undan nima qilmay, men mushu duoni qilib, andan nima qilish shu kerak. Buning odob, axloqi cho'pa. Men biz bolamizga meni yaxshi odam bo'lsin, ubda odam bo'lsin desak, mushu duoni qilsaqchi bo'ladi. Men nima uchun bizniki bolamiz yaxshi ubdan bo'lmaydi? Men shunda o'qitimiz nima qilamiz? O odamning uyi bolaning o'zi yaxshi bo'lmaydi. Buniki bir sababi, ya'ni jiq sabab bor. Uniki bir sababi meni mushu duoni o'qimaslikda. Bu jazman rost. Bu jazman o payg'ambar sollallohu so'zi bu. Meni bu hadisin o'zi muttafaqun alayh. İmam Buxoriy bilan İmam Muslim rivoyat qilgan hadis. Bu sahih. Ya'ni sahih degan payg'ambar alayhisolatu vasallam ma gapni deganlik rost degan gap. Buning hech qanday shak yo'q degan gap bo'ladi. Anda onu payg'ambar sollallohu hech qanday vaqtda yolg'on yoki bo'lmaydigan çok gap qilmaydi. Bizning e'tiqodimiz shu, amaliyotimiz shundoq. Unda o'yladiki biz meni bolamiz ubdan bo'lsin, dinimizga, millatimizga, bizga, oilaga meni xizmat qilgan ota-onasiga vafodor, millatning ishini qiladigan rasmiy ubdan olim, Allohning mujohid yaxshi kishilar bo'lsin desak, men mushuni Allohumma jannibi shayton va jannibni shayton va jannibi shaytoni marasaqtana degan bu ikki gap. Men bu ikki, ya'ni bu yerda ikki kelime var bir şeyde. Şunu yad edip şu çağın özü şunu deyişimiz gerek. Devamlı. Bunun aldaki balımız qandaq olan gap bizdeki bir parçasımız olgan, bizdeki varisimiz olgan. Biz nəhayət arzu qılıb mındaq bal olsun, andaq bal olsun degan aş bala men şuna yaxşı bal olur. Eğer undaq bolmasa şu şeytan uya tutup azdırıp şu an başka hadisdeki üzüden her qandaq balının özü to'lgan vaqt özüdə şeytan onu nima qildi? Chimchilaydi. Yani chimdaydi. İsa ibn Meryem'den başka degan nima var? Hadis var. Mana İsa ibn Meryemniki o'zi undaq qilmagan. Endi ma payg'ambar maydis asosan agar mushu duoni qilsa undaqcha qilolmaydi. Undaqcha qilolmaydi. Uningda shu saqlab qolib shayton ozdir, hamma qadaq nima shaytonni qilib, mana buni saqlab qolgan gap. Babu ma yaquluhu inda nawmihi va istiqazihi. Meni bu bir nimasin babiki deydi o adam uxlagan vaqtning o'zida va o'g'ongan vaqtning o'zida. Mana uxlagan vaqtning o'zida nima deymiz? O'g'ongan vaqtning o'zida nima deymiz? Mana har narsaning nimasi bor. Mana qilishniki oldidan, mana shu ishni qilishlik oldida deyilgan zikr, tasbih va duoni shu bor. Bu nima bu? Mana har qanday vaqtda uydan chiqqan vaqtda, kirgan vaqtda, ishni boshlagan vaqtda, tugagan vaqtda, ham o'tirgan vaqtning o'zida, men davomli nima bor? Mana kim keladigan vaqtning o'zida, mana nima deb keyimiz, qaysi tarafdan boshlaymiz, men sog'gan vaqtda qanday qilamiz, mana bir uyga kirsak nima deymiz? Hammasi islom dinimiz nima bo'ladi u chog'dan. Bir ishni har qanday bir ishni boshlagan vaqtning o'zida va yegan vaqtda, ishga vaqtning o'zida
Mana hammasiki islom dinimizda ko'rsatgan bir nima yo'l bor. Men mushuni nima qilish kerak? Amalchi qilish kerak. Endi bu babdan uxlagan vaqtimizda, uxlab o'lgan vaqtimizda nima deymiz? Mushuni ustiga bab. Birinchi hadis Uzayfa va Abi Zar radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi dedi bu ikkilan. Berti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qachoniki kelsa payg'ambar o'zi ko'p sikibdi, uxlayman deb. Shu kelgan vaqt o'zida deydi. Nima deydi? Bismikallahumma ahya va amut deydi. Mush gapni deb qo'ydi. Mushu bismillahumma bismikallahumma ahya va amut. Bismikallahumma ahya va amut. Mana Allah'nınki senin isim bilen hey Allah. Hey Allah senin isim bilen men hayat kalaman ve ölümen. Diyen nime? Manisi bununki. Ondan olurken ben hayat yaşayman. Senin ismin bilen ve seninki ölümün bilen hayat yaşayman. Çünkü bu ülühnük, bu uykununki yüzü bir taraftan hayat, yeni bir taraftan ülühnüki nemesi için bildirir ol. Şu bu gapın değişinin yüzü için. Hem de seninki ismin bilen hayat kalaman diyen gapın yüzü. Eğer ama nemeniki üzüde uxlab oğanğan deyken hem de ölüp geçiş bulmagan bolsa men hayat kalmam. Şu vaktin üzü men senin isim bilen kalaman. Hem de ölümen ki senin isim bilen ki eğer bu uyku bilen şu da kopmayın ölüp geçsem yine senin isim bilen ölümen. Uçağınızda İslam'ın üstü tuğulgan bu ölgen boludu. Bunun akıbeti yaxşı boğan boludu. Yani bu şu duanı çok kalitti. Kaçaniki oğansa peygamber uykuda deytin. Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ematana ve ileyhin nuşur diyen muşu duanı kılıttı. Bizde tekrar onda kopup uyqam keldi deb unda qilib qo'yadigan ish yo'q. Men mushtaq çok qildi. Meni mu'min musulmon bo'lganligi meni adab axloqchi mushtaq bo'ldim. Meni hem Allah'ı ki tirildi Allah bizni men o'ltirgan ekan. Meni bizni o'ltirdi. Hem de bu uyqunun o'zi ülühniki bir muqaddimesi. Ülühniki başlangıçı. Hem de resmi ölmegen gap. Hem de resmi ölgen boz tiniq to'xtaydi ana. Ama hareket yok, sezimçi yok. Bu itibaren bir ölümgünüm kıldı o'xshaydi. Şu bu yer ölgünü şu. Öldü degeni şu. Öldürgen deyken bizni Allah Taala yine qaytidi nima qildi? Tirildi. Yani bu dünya keltirdi. Keltirgen muzzatqa haddi hisobsiz mana nim bo'lsin sana hem de sana ve maqtashlarchi bo'lsin deb danglab ketgan gap. Ve ileyhin nuşur. Ve Allah'ıdır nime qaytish. Allah'ıdır nime neşr qilinish. Yani Allah'ıdır çekilish. Yani biz ülüp ketgandiki eğer ülüp ketsek mi akıbette Allah'ı nima qilamiz? Qaytimiz. Allah'ın dergahı çok barimiz. Diğer men muşu duanı çok qildi. Men bu hadisni İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh deydi o deydi. Hem de uxlashda burun başka rivayetga asosan dualı var her xil. Eğer onu bilsek onu desek mi bo'ladi? Şunu asasen. Babu fazli halkı zikri ve nedbi ila mulazametiha. Men bu zikirniki halk olup kılışniki faziletiniki babudur ve musab buluşniki babudur. Şu zikirniki halk oluşun lazım tutuşka. Bunun üstüki bab deydi. Yani zikir qavahımızda yukarıki mene elis asasen ayrım qısaq mı boludu? Ayrım yetip bolamdı, mengip bolamdı, meyli qandaq bo'lishini qat'iy nazar. Bunu qısaq mı boludu? Lekin zikirniki özüne zikir deb bir katta ibadat olgan savabçıq olgan bo'lganikin, buniki hürmetini saqlash uchun bu adam bir yer halk olup bir qancha adam yani en az 3 yoki 2 bir 3 adam bo'lamdi bu halk shaklda bo'lib, bunda bir zikr qilishning o'zi katta bir nima ibodat. Bu katta bir ibodat. Anda o'adikin bunu qartabda halqıniki o'zini halqib zikr qilish davomlashtirish kerak. Bir kishi katimaz davomli bir qancha adam birlashib o'rtaq bir shaklda zikr qilish nima u yaxshi ish. Bu obdan ish. Endi bu yerda va to'sishniki babudur. Şu halka zikrniki özün ayrılıp ketiştin özürsiz. Yani halka şekil bir adam bir yerden bir kanca adam zikr qatqan bolsa, ya şu yani içideki o adam, onun hiç qana bir işi yok. Abi zikr degan u bo'lmaydi. Nadi to'g'ri ish bu? To'g'ri emas. Dev o'tirib, mesela hozirgi davrda bo'lgandi. Bu halqalik şekil zikr qilish o'zi deb yo'q deb hozir shuni qiladi demdi. Bu yedisi bab, bu yedisi nima uchun o'qimaydi bular? Buniki hissiyoti, aşu din degan ashtaq narsa. Men necha qator deyildi. Din degan Qur'on bilan yedisinin o'zi.
bir adamning hissiyoti, bir adamning fikri, bir adamning tajribasi emas. Buni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka adamdan hiç qanday vaqtning o'zida buni din deb elishga bo'lmaydi ishni. Ammo Qur'on bilan aytdiki, o'zini bilan ijtihod qilish orqali mana katta olimlarimiz unida bir hukm chiqadi. Hüküm çıkardıkken Kur'an ise esas uygun. Bunu ittifak geldi. Uçağınızı o din. Mesela kıyas, icma deyimiz var mı? Bu din. Ama onu da başka ma şeyh andaktike, mamandaktike o dinlemez. Din Kur'an bilen neyse üzüldü çok buluş gerek. Anda o anki Kur'an-ı Kerim'de ben zikrin neyse başındak bakken hem oturup menip turata zikr kılınında benim bir kanç ayetler var. Cık zikr kılınında. Şunu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mahiyetindeki üzüde halık olup yani bir yer toplaşıp oturup zikir çok kılışlı çok tergip kıldı. Bu hadiste var. Nerede yok? Namazın kendinde biz zikir okuşundaki üzerine aldığı dersi okuduk. Bu yerde ne çıkarttığımda namazın dubur salat'daki bir kanç hadisini okuduk. Bu namazın akıda hatta ki ben kup boğuşuk ağırlıklı da var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben ulğaş vakti gelgiçe şu mescid durup zikir etip çıkıdıyken. Bu iş ne için olmaydı? Ne gidip kaldı? Ne için okumayız? Ne için okumaydı bu adamlar? Ben bu şu zikrin üzeri, makul ay yukarıda umum olsun, lakin mahidis şu zikrin üzeri eğer bir kanç adam olsa halk şekilde kılıştaki üzeri tavsiye kıldı. Bu hadiste var, dinimizde var bu. Dedi Allah Teala: "Vasbir nefseke ma'allezine yed'une rabbahum bil gadati vel aşiyyi yuriduna vecahu ve la ta'du aynaka anhum turidu zinetel hayated dunya." Diyen muş ayetli çoğu munda deydi. Ne deydi Allah Teala? Toxtat qıl sen Muhammed aleyhisselam özəngni. Anda bir kişiler belki dua kıldı o özünün Rabbige. Yani özünün Rabbige nima qılğan gap dua qılıp zikr tasbih etip muştaq qıldığan kişi bilen özəng şulan toxtat. Şunun içi koy. Ula qanda qıl Allah zikr qılıp et degende o akşamda. Et degende o akşamda ula halk şekilde toplum bulup yani cemaat yani köpçülük olup uyuşup muşunda zikr kılgan bir kişiler var. Sen bu senin nefsinin açının içi toxtat deydi. Nima degan gap bu? Yani halk olup bunda dubbulaq yoki bir qanchalar muştaq qilgan sama yoq bo'lmaydi men ayrim qilma demay. Sen şunun içide ulu quvvatqa zikrini bilichu nima qilgan etkin. Yuriduna wajhahu wa la ta'du. Mana bular şu zikrini ertesi akşam etishda faqat Allohning rizoligini uchun iroda qiladi. Bu nima ahli suhbat? Men ahli suhbat degan o'zi boshqa ish qilmay faqat ular masjid turib bekatuma zikr tasbih mustaq edudamdi. Wa la ta'du aynaka anhum. Mana ütüp ketmisin senin iki ko'zing ularningki o'zincha ütüp ketmisin. Yani ulardan ütüp voy katta odamti, ma boyti, ma pulvati, huquqvati, mandaqvati deb uni ashdoq mana dinninki xizmatini qilaman deb zikr tasbih etib ashdoq odamni ko'zingni yani o'tkizib bilan kishilarniki o'zgacha undaqchoq qilma. Undaqchoq qilma. Men Musa asqatadigan, dinimizni asqatadigan kishilar mushu deb men Alloh taolo oyatni mushtaq dedi. Anda o'g'andikin men mushu oyatning o'zi zohir undaq chiqmasin, lekin buniki iqtizo va ishorat nas orqali, ya'ni bu yer ma'allazin degan jami degan nima bo'ldi bu yerda? Xalq bo'lgan gap to'plamida, to'plashdagi shakli qalama emas, chiroyli to'plashadigan gap. Anda o'g'andikin bu yerda uchiq oshkor bo'lmasin oyatda İşaretli nas va iqtizoi nas orqali buniki hukmi yani halqi shaklniki o'zi chiqadi degan çok gap bo'ladi. Unda o'g'andikin zikr tasbihniki o'zida men Qur'on hadis asosan Qur'onda deyilgan oyat hadisni o'qi, payg'ambarimizdagi hadisidagi oyat va duoni o'qish orqali men mushunda halqi shakli zikr etish o'zi nima u yaxshi ish. Buni nima qilibdi Alloh taolo payg'ambarimiz buyuribdi. Endi hadisga kelsak, birinchi hadis. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı dedi Ebu Hureyre. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cezmen Allah Teala üçün badur bir minik firişte var. Ki bula tavap kılıdı yollarını. Yani yollarını kılırken aylını diken. Devamlılık yolu neymiş vardır. Mena haleti ki bu yolun aynı işindeki üzerine haleti ki talep kılıdır olar ehli zikrini. Yani aş yolundaki etrafında yollarda men zikir kılan kişiler var mıydı yok muydu?
Bu ahli zikrga bir adam emas, ahliga jiqqani balvoq degan gap. Zikrga loyiq, zikrning sahibi bo'lgan bir qancha odamlar deyotgan gap. Qayerda to'plashib bular zikr qilayotganda, Allohning zikrini anglayotganda, mana Allohning zikrini o'qiyotganda, qilayotganda deb bular mana Allohga mana Allohniki mana mushuni qilgan ayrı bir ferishtalar bor deydi. Ferishtaning zot turi jiq. Mana mushuni izlab turib, mushuni topadigan ayrı bir nimalar bor, ferishtalar bor. Qachoniki topsa olan Allah'ını zikr qilgan bir qavmni topsa. Qavm degan nima? En az 3. Uni yuqorishi soni yo'q. Ya'ni bir qavmki bir qancha jamoat, bir jamoatni tepibdi en az 3 yoki 10, 15 bir yerda o'ltirishdi, chiroq o'ltirib zikr qilishibdi. Men mushuni topgan bo'lsa, men tovlishidi ular o'z ichida. Nima deb tovlishidi? Halummu ila hajatikum dedi. Kilovasının hacetinglar. Yani sizlar ayada izlab mayak chiqishni nima deb qaysi maqsadda qaysi hojat deb chiqqan mushu bir ahli zikr ya'ni halq bo'lib zikr qilgan kishilar bormiki izlab topini deb chiqqanlar sizning hojatinglar bilan hozir shu topdiq unda bo'lsa mayak kelinglar deb ashtoq shu deyishib ketdi. Shuning bilan qo'rshib oladi ular shu ahli zikr bo'lgan shundoq jamoat ya'ni bir qancha birlashib qilgan yani halq şekildeki aç zikr qilgan kishilarniki o'zi qanotlari o'rib oldi deydi. Qanotlari yani 600 ming yani 600 vakiza bo'lgandi. Shundoq o'rib oldi deydi. O'rib oldi. O'rib olib mana osmongachilik. Buniki qanoti ash yer sharidan osmonga o'rib oldi ekan. Qanot bilan hammasi. Endi bu yerda bu ferishtaning o'zi nima? Nur. Nurda yoritilgan. Unda o'g'andiki buni jismi nurli, jismi latif yani nur. Oniki qanoti nur. Unda o'g'andiki bu ahli zikrninki atrofi shundoq nur bilan qoplangan bo'ladi. Nur bilan qoplangandan keyin anadiki ularniki Rabbi nima qildi? So'raydi bu ferishtadan. O'g'andiki bo'lsa Alloh bilib turdi. Alloh bilib turib ular neymiş qiladi mening bandalarim deb so'raydi. So'ragan vaqtda dedi payg'ambar deydi bu ferishta men tasbih aytadi ular silgan. Takbir aytadi va silgan aytadi va sildi mana ulug'laydi. Allohu akbar deb işte ulug'lashdan iborat bo'lgan lafzni ishlatib subhanalloh alhamdulillah Allohu akbar zikr tasbih aytib men mushundaq qilishadi deydi. Undan Alloh taolo deydiki hal rauni. Men mushuncha bu odamning zikr tasbih etib bir yerga kirib o'zining ishi vaqtini tashlab men mushtaq vaqt o'zida men mushni qilibdi ular meni ko'ribdimi deydi. Ko'rgandiki ferishta deydiki yo'q vallahi marauka qasam Alloh bulasini hargiz shu ko'midi. Ko'may turib mana sizlarga savoblarni, sizlarga mushundaq ajr, mukofot va savobni umid qilib mushtaq kuchuk qiladi deydi. Degandiki deydi Alloh taolo kepe lavrauni. Qandoq ular agar ular meni ko'rib qolsa, ko'may turib men shundaq meni sevgilib, meni yaxshi ko'rib mushtaq bir yerga kelishib bular meni xalq shakliniki o'zida meni zikr qilishibdi. Agar bular meni ko'rib qolsa qandoq ular degan vaqt o'zida dedi payg'ambar deydilar o ferishtalar agar bu insonlar sizlarni ko'rib qolgan bo'lsa, lav degan paraz hamda ko'rishga qat'iy imkon yo'q ma dunyoda. Ko'rgan bo'lsa bo'ladi ular siz uchun ibodat qilish jihatda eng qattiq va ulug'lash jihatda eng qattiq silgi tasbih etish jihatda eng jiq ishlarni çok qildi. Eng qattiq ulug'lab, eng qattiq ibodat qilib seni bundimi jiq shunda zikr tasbih etibchi mushtaq qildi deydi. Degandiki deydi Alloh taolo nima so'raydigan ular dedi. Bo'lsa Alloh bilib turdi. Degandiki deydi dedi payg'ambar deydilar ferishtalar so'raydi ular sizdan jannatni so'raydi. Jannatni so'raydi ekan deydi. Dedi payg'ambar deydi Alloh taolo aya ular jannatni ko'ribdimi deydi. Degandiki deydi dedi payg'ambar deydilar u ferishtalar yo qasamallohu ya robbil alamin qasamni u jannat ko'rmidi ular. Degandan deydi payg'ambar deydi Alloh taolo qandoq ular agar ular jannatni ko'rib qolsa qandoq bo'lib ketadi? Uni tek dunyoda ko'rish texnikasi yo'q, salohiyati yo'q. Degandan dedi payg'ambar deydi o ferishtalar agar jazman bu bandalar bu jannatning o'zini ko'rib qolsa bo'ladi bular shu jannatga eng qattiq erisi oldu. O va uningga talab qilish jihatda eng qattiqcha talab qilgan bo'ladi.
Öyle o cennetke rağbet cehette bak yoğan, katta oludu. Yani eğer ola cennet kürüp kalgan olsa, cennet olgan herismenlik. Mene o cennet boğan talep. O cennet boğan mene kızıkışlık üzüp pevkul adlı yukarı oldu. Bağınıdım neçesi yukarı gitti deydi. Dep, anlayın Allah Teala deydi ki, "Pemimma yeta'avezun." Onda o ki nimeti pana talep kıldı. Yani nimeninki saklanışı için ulan menden onu jirak kılış için menden soraydı o. Nimeti soravadı o. Nimeti pana talep kıldı o deydi. Dedi Peygamber mene deydi o. Mene pana talep kıldılar. Bu insanlar dözaktin. Yani bunun hemisi dözaklı saklısı Allah Teala. Dözaklı pana talep kılmaz. Dözaklıki kirp kılışı sığırımız. Dep muşlu deydi o deydi. Dedi Peygamber deydi Allah Teala o dözaklı körüptü mü? Deydi. Digendikin dedi Peygamber deydiler ulan la vallahi barava ya kasem Allah onu tek cennet dözaklı mıkmagan ulan kömeyen. Digendikin deydi Allah Teala kandak ola eğer ulan şu dözaklı körüp kalsa. Digendikin dedi Peygamber hem de kalanı tekrar deydim çünkü bu rivayette işte olandikin deydiler ulan eğer ola devzahni körüp kalgan bolsa idi. Mene bula şu devzahdan mene keçiş cehette en bak kaçtı. Yani keçiş bak kaçıdığan devzah kirip kalgan hiç kandak hemen küçükken bir işini çok kılmaydı. Öyle onu da korku cehette en katlık cehette şu korkuttu. Deydi. Dedi Peygamber devamlaştırıp deydi Allah Teala onda olsa deydim de Allah Teala guva kılmen silahı pirişlerden. Şuradaki ben cezmen ula üçün imkattım. Benim günahlarını benim çok efukuvattım. Ben mepul mehsup. Yani ulanın bütün günahların emrini imkattım, küçürvattım. Benim küçürvat kallıka aşı halk olup zikir kan kişilerinki üzerindeki günahını ben imkattım, halk küçürvattım. Dep, ben siz bunu gıvavını ona deydim. Hem de dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deydi benim perişte malaikidin şu yelake aynı bir pirişten içinde bana bir pirişte dedi ki vay ulanın içinden falan adam baki yok ulanınki içidici uladın emez. Ulan zikir kıldığı adamdın emez oğayın bir adam ba ayada. Gep şu mesela kege bu adam bir hacit için. Yani o bir adam ba asıl o zikir tesli iş yok adam. Aşağı geldi. Aşağı bir adam ya bir yerde iş yapıp şu işini ne hal kılmantap aşağı kirip kalan adam bu. Şunu bu şuna tamamlama deptim. Digendeki dedi. Mene Allah Teala hum culasa ula culasadır. Yani zikir tesbih etkan halkınınki içinde oturuşatka adamı bil oturuşka adamdır. Dur. Mene şakî olmaydı. Mene o culasa olan aş zikir tesbihini etemende turuşkan kişiler bilen oltuğan kişinin o şakî bedbaht olup devz okup gitmeydi onu. Ben aşdaki şarafet edim. Başka bir maksat kirip aş soruda bu kalan kişinin üzülümü günahını mağfiret cennet ekirmem. Dep mene Allah Teala çok müştak deydi. Dep bu hadis kutusi. Men bu hadisin üzerine İmam Bukhari ve İmam Müslim ne kıldı? Rivayet kıldı. Hem de bu rivayet kılga asasen yani demek aş sorununki üzügen halk olup zikir kılgan sorunun üzügen başka bir maksat kirip kalan adamın şu şarafetinden yani demek dözakka ekirmek cennet ekirken. Bununki pazilisi müştak demek o katta. Anda o zikir tesbih müştak itqa vakti amal var. Men bir yer kirip toplaşıp çok kılış gerek. Çünkü İslam din asası birleşiş ve ittifaklaşış topluşunu benim ne kıldı birlik girişine asasyon maksat kıldı. Mene paçılmış, gülünüş ve onundan yekyanı çeçirap çıkışını üzün tosudu. Yeni bir rivayette İmam Müslim için bah. Ebu Hureyre'den rivayet kılınan hadiste. Bu Ebu Hureyre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kıldı. Cezmen Allah Teala için Allah Teala'nınki bir firişte var ki seyyar bir firişte var. Seyyara. Yani mağdıgan. Devamlı uyucu bir seyahat kıpıda oturduğun ki ulan neme? Puzdan. Yani uç. Yani ulan muekkel olan pir. Mesela yam oğan mesul. Ziraat ki mesul. Her işki mesul oğan bir firişte var. Bu ersi firişte mala onundak iş emez. Devamlı seyahat kıpıda oturduğun muşta bir firişte var ki bir talep kıldılar ular zikirninki caylarını. Yani zikir meclis. Zikirini oturup kılgan bir sorunlucu taraf buldu bulan.
Qayerda kim mushundaq bir yerda halqa yoki har xil shaklda o'ltirishi bunda zikr qilgan bir yer bordir deb buni nima qiladi? Buni talab qilishadi. Qachoniki topsa ular bir majlisdagi unida zikr bor. Yani bir zikr var. Allah'ını eslaydigan, Allah'ın gepini qilgan bir zikrni nima qilibdi, tepdi. Bu yerda ham zikrniki nimasi am. Endi bu yerda zikrning o'zi yana Allah yana tilda ayrim subhanallah deyish. Undan boshqa meni Qur'on yellisini men o'qiyman, bilaman, tushunaman deb o'qish va shuniki oldidagi ilm nima va vasil va. Masalan nahvi, sarf va undan boshqa ilm balog'at degan Qur'on yellisini bilishga, tushunishga nima qilgan ilm. Men mushu ilmni o'qiganligi o'zi mazaq ustozning oldidan mushta bir qancha odam to'plashib o'ltirib o'qimoqdan bu nima o zikr. Chunki u Allohning gapida, davlat Allohning gapi chiqadi ana, payg'ambarning gapiga duo qilamiz, ham payg'ambarga durud yo'llaymiz. Bu zikr bo'lgan bo'ladi. Undan boshqa zikr tasbih, ayrim aytilgan zikr tasbih. Men bular mushning o'zi nima o zikr. Men mushda bir zikrni topgan bo'lsa, o'ltirdi bular ular bilan birlikda o'ltirdi. Mundaq ya'ni mushu diniy o'qigan sorun, diniy o'qigan madrasa, diniy o'qigan mushu joyniki o'zi nihoyat katta bir joy. Shuni deb men zikr tasbih etgan xalq shaklida bo'lib, to'plam men birlashib qan sorunning o'zi favquloddiy yuqori. Shuning deb men masjidda jamoat bilan namoz o'qish deman, u eng katta. Bu zikrning eng nimasi bo'lgan bo'ladi? Katta bo'lgan bo'lsa, shu jamoatga chiqib namoz o'qishning o'zi katta. Ya'ni u nima u bir ibodat. Ve qorshib ularniki ba'zi qanotlanib qoldi qorshib olgan gap. Hammasi oy deb uchiq kelib, shu qorshib oladi. Ya'ni hammasi nurib ketgan gap hamdi. Hattoki toshqizvadi ular, toshqizvadilar bu ferishtalar anda bilan ular o'ttirsin toshqizvadi osmonni, birinchi qat osmon ular bilan birinchi qat osmonning o'ttirsin toshqizvadi. Ash ferishtaning o'zi kirib qanoti hammani kirib. Ammo biz ko'rmaymiz. Ular ko'rdi, uluchi bildi. Yani demek muşu zikir asası turvatkan muşundak sorunun özü nait katta bir sorun. Kaçan iki mene ayrılıp geçse olan, mene ayrılıp getirmez zikir tesbih edilen işimiz tügüdem zikirin okup olduk ya ki ilimli için okup olduk ya ki dersin okup olduk der. Mene muşdak kan bolsa örleydiler olar ve örleydi asmağı demek oldu örlep getidi. Deydi. Öyle geldi ki onlardan Allah Azze ve Celle soraydı. O Allah bomuz bilip durdu. Kayadı keldinler deydi. Degandiki deydiler ular va keldik biz seninki birinchi bandalar sen uchun bo'lgan zaminning ustidagi birinchi sen uchun bo'lgan bir bandalarga qashdan keldik. Meni bular sana tasbih etidi, takbir etidi, tahlil etidi, hamd etidi va sendan so'raydigan mushu sana mansub bo'lgan birinchi bandalarga qashdan keldik deydi. Degandiki Allah Taala deydiki, nima so'raydi ular mendan? Degandiki deydiler ular so'ravadı ular senden cenneti so'ravadı deydi. Degandiki Allah Taala deydiki, aya ular mening cennetim ko'ribdimi? Degandiki dediler yo'q ya Rabbi cennet ko'rmay turiblar, cennet so'ravatgan gap bular deydi. Degandiki shu bilan dedi Payg'ambar. Pes deydi Allah Taala, pes emsa qandaq ular eğer ko'rsa ular mening cennetimni ko'rsa qandaq ular deydi. Degandiki deydiler ular ve senden kutulduruşunu talep qiladi. İsticare yastaydigan aljara yani kutuldu degan isticare kutuluşunu saqlashni talep qildi degan gap. Ve ularniki o'zi senden saqlashni talep qiladi degan vaqt o'zida deydi Allah Taala nimeden meni saqlashni talep qiladi. Yani Allah Taala meni bizni saqlasın deydi degan vaqt o'zida deydilar ular seninki o'tundun ya Allah. Senin uğutundan Allah saklasın bizni dözak ekirimisin devadı deydi. Dedi mene Allah Taala aya ular mening uğutumni ko'ribdimi? Ko'rdimi bular? Degan vaqtimizda deydi ular yo'q. Perişte deydi ki yo'q ko'rmabdi ular. Degandikin deydi Allah Taala bas qandaq ular eğer ular meniki dözog'imni ko'rib qolsa degan vaqtda deydi ular ve istig'for etdi o siledin. Yani seneden yüzlük günahlarını mağfiret kılışı talep qiladi degan vaqtda deydi Allah Taala cazmen ular uchun mağfiret qilyaptim. Anda o'yladiki men ularga berdim, so'ragan narsa men beryaptim. Va ularni mendan qutuldirishni talep qilgan narsaning o'zini men ularni nima qildim, qutuldirdim
cennetime ekirmeymen deydi. Yani dedi Peygamber deydi o perişteler ey Rabbim mene bu adamların içinde falan bir benduvaki hata. Mene bir benduvaki hata koyucu. Yani hata kılıp ben hata iş kılıp müştak kalgan bir adam var. Gap şey olmaz YouTube kalgan o aş meclis zikir kay yani kaçta YouTube kılıp şuna bu adam ulanı bir oturup kalgan. Bomza ayak kelimelerge mahsus yok. Şunlar YouTube'da ben neymiş o adam da oturup kalgan kişi var o. Diğer vakti deydi Allah Teala ona için mi mağfiret kattım. Onun için günah mağfiret kattım. O bir kavimdir ki meni şakik bulunmaydı ula bilen ulanınki birle oturuşkan kişilerinki üzüm şakik kılınmaydıgan şakik bulunmaydıgan bir nemeler ula zikir tesbih etken kavimler. Manda uluk kişiler. Şu uluk kişilerinki meclis turup kalsımın şu turup kalganlık sebebiden bu nait kat kişiler şu sebebiden andakin ulturup kalan kişi şakik kılıp dözak ekirdiğin iş şu yok. Benim ulanı dözaktan kürdüğüme ama cennetçi ekirme. Dep mine annemi dedi Peygamber müştakçı dedi. Allah müştak deydi o dep bizlikçi dep badi dedi. Yani demek mine Allah Teala'nın muşundak okça alette bir yakıp zikir kılışniki menfaati halk şekilde naitine müştak katta. Yine Ebu Hureyre ve Ebu Said Hudri radıyallahu ta'ala anhumadır rivayet kılın dedi bu şikayden. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mene tuğmaydı bir kavm ki Allah'ını zikir kılıdı. Mene ol tuğmaydı bir kavm ki Allah'ını zikir kılıp zikir kılıdığan bir kavm ol tuğmaydı bir Allah'ını zikir kılıp meğerli olsa ulanı periştede korşu alıdı. Ve ulanı Allah'ın rahmeti yep balıdı. Yani perişte korşu alıdı diyen mene yukarı kadis kalsan hemmimiz kanatlı yeyip hemmimiz şu korşu alıgan gep. Korşu bağandaki perişte korşap tuğandaki demek o sorunun üzü appak nur olgandiken mene bu yerge perişteniki üzü korşu bağandiken perişte mene yaxşı perişte onu katta bu adamlarga yaman işniki kelişi şeytanın azdırışından ibaret olan narsa kelişi ulagışı olmaydı. Öyle ulanı Allah'ın rahmeti korşu alıdı ki yepbalıdı ki Allah'ın rahmeti yani Allah'ın yardım kılışı hem işini ubdan kılışı rızkını kenar verişi telini sağlam kılışı ibaret olan böyle dünyavi maddi nesneki üzünü ben nayt ubdan kıpırıp onu kulağa her gün yaman nesi olan yelik hapılık yelik o bir aramlık onda bir iş yok olmaydı. Öyle ulağa bir aramlık düşüdü. Benim muşunda zikir kalan kişiye ruhi taraftan boğan bir aramlık. Bu sekinetge bir nimon mahluk. Yani Allah Teala yaratgan narsa bunu hemmeden bilmeydi. Yani halka alette zikir kılan Allah'a halis müşte zikir kılan adamlarga bulup berdiğin bir nime. Hazır dünyada en ağır kesel nimon? Ruhi psikolog kesel deyimiz. Mesela ruhi psikolog bunun yok diye. Hazır ayrı bir kesip olup bununki ticaretine ait ubdan bir haletçi geldi. Hem de İslam dinimizdeki en ubdan nime dura mı zikirdin yani müşün Allah'ın esasından ibaret olan halık şekildeki zikir kılışı. Benim müşege sekinetin ibaret olan ruhi aramlık, ruhi hatırcemlik, benim müşün neslinden ibaret olan neslinden üzü uyarıcı düşüdü. Bununki birden bir davası, yani o adamdaki ruhi psikolog buzulup gitipti. Vakırıp, cakırıp işte kılıdıkken, biz onu davalaşışımız için Kur'an-ı Kerim, hadis-i Resulullah depbergen az zikir tesbihinin ve Kur'an-ı Kerim devamlı okuş gerek. Şununla ben opça aletki boğaz zikirdeki kış soruğa girip bu adam okumda, anlamda, tebliğindeki üzerine ya ki zikir kalmış şu sorunda bu iş gerek. Bu adam şu darı bilen ne kıldı o adam sakıydı. Bunun darısı müşomine. Öyle tehi Allah Teala men bulanı özündeki dergahı kişiler zikir kılıp pirişler gideydi. Pirişler köyde olma o adamlarını men hemmimiz halk olup müştah meni esnaf meni kitabını okup zikir tesbih etip men ders okup kavadı deydi. Men bu ise İmam Müslim rivayet kıldı. Yani demek yalğız zikir kılgandın men opça haletindeki üzerine bir yer girip Allah'ın zikir kılış, Kur'an okuş, hadis okuş, onun başka zikir tesbih etiş, Kur'an öğütüş. Men İslam dinindeki ilmisini neme kılış, İslam dinindeki ahkam, muhakaza, nezkar okuş ve öğütüş anlaş. Men muşu opça şekilde boğan olsa men Allah şu sorunundaki üzerine şu kişilerge muşta inam çok kılıdı. Bunda paydası var mı diye. Üçüncü hadis. Ebi Vakil Haris bin Evf radıyallahu ta'ala anhu rivayet kıldı. Şuna da cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Şuna deb yazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam şu ardiki o adam o'ltiruvchi bir masjidda. Bir masjidda o'ltirdi Peygamberimiz. O'ltirgan vaqtida va'noki Peygamberimiz bilan adamlar bor edi. Shundaqla oldini qilib qoldi 3 adam. Peygamberimiz masjidda borkan, u yer bir qancha adam o'ltiribdi ekan. Shu vaqtda Peygamberimiz borkan, shu joy sirti 3 adam kelib ketdi. Kelib qolgandan keyin 2 adam Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki qishi keldi deydi. Bir adam ketib qoldi. Peygamberimiz qishi kelmadi. Şundan tudi bu işkede Peygamberimizin üstü tudi zikir tesbih etip Peygamberimiz'e gap qoldi dendi şeydi. Kur'an'ı okup hakeza. Ama şu işkedemdeki birisi köyde Peygamberimiz'e kış gelip bir boşluğunu yani halkıda Peygamberimiz'e halkıp otururken şu halkınınki içinde bir boşluğunu görüptü. O adam ki şu boşluğu oturttu. Ama yine bir adam oturttu bu adam şu yani halkınınki arkada. O ya boşluğu arkada oturttu. Ama üçüncü adam pes kendini kıptı. Çatmış o anda. O adam uyanken başka gitipti. O vakittaki tüyütüvedi Peygamberimiz yani zikir tesbihi ve tebliğ işini tüyütüvedi dedi Peygamberimiz. Aya haber vermeye sizge yılıkı 3 nefer adamdın. Kanda oğlanma dep bereyim dedi. Dep andaki Peygamberimiz dedi ki ama bulanıki biri geldi Allah'ın kışı geldi. Yani benim kışım geldi yani Allah'ın gepini divatkan Kur'an-ı Kerim okuş zikir tesbihi geldi. Onda o ki Allah bu adamga urun berdi. Yani Allah o adamga urun berip yani o adam aya kelgandiki zikir tesbih Kur'an ve dini ilim bo'ldi Peygamberimiz işte ta'lim berdi. Onda o ki Allah bu adamga şunuga layık urun berdiki oğa layık Allah inam ihsançı savab ecirçi berdi. Ama yine birisi aya kıldı. Aya kıldıki ama yine birisi aya kıldıki yani o adam ki ben ağırlık kirsem bombayı tep arkada oturdu ya ama halkının kışı kelip olmasa şuna Allah Teala bu adamla ayağı kıldı. Yani bu adam ayağı kıldık yani o birinci adam belki inam ve savabını bu adam beğenmedi. Aslında halk olan halkının içi duruş gerek. Arkadaşı o yerde bunun kuşkak tutup olmaydı. Şunun için mescitte namaz okumak üzere birinci sepne aç nerede boş olsa şunu aldın toşkuzup andaki ikinci septe duruş gerek. Hani bir adamın yüzü ikinci septe namaz okup aldı septenin yüzü boşluk olması bu adamdaki bazı ölmanın deyişi buzup gitti dappa. Bu nahit lime o hater. Ama yine bir adam kelga vakti yüzde bu adam yüzü yürüdü. Yani üçüncü adam onu kemmey başka kitip kaldı. Şuna Allah Teala bu adamı yüzüp o adamı savab bergamada inam ihsan kılgan işini çok kılmadı. Yani demek muşu zikir kılınvatkan bir halkının yüzüge kelişte muştak savab çok boludu. Muştak işler boludu. Zikirlikki halk olup zikir kılıştaki pozisyon muştak çok katta deydi. 4. hadis. Ebi Said Hudri radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılın dedi Ebi Said. Çıktı Muaviye radıyallahu ta'ala anhu bir halkının üstü çıkıp gitti. Yani üyden mescid qarab baksa halkılık şekilde biz zikir tesbih etiyotgan, o'ltirayotgan, ders o'qiyotgan işte bir yer chiqibdi masjidda. Shuning bilan Muaviye radıyallahu ta'ala dedi deydi. Ma ajlasakum. Nima o'ltirg'izsizlar bunda? Dumbuloq o'ltiribsizlar, chiroyli degandeki dedilar ular. O'ltirdik biz holatiki Allohni zikr qilib o'ltirdik. Dedi. Degandan mene dedi. Dedi Muaviye. Aya Allah aya Allahi majlisakum illa zalik. Aya Allah ile qasam ki o'ltirg'izmidi sizlarni faqat mushu. Mana sizlar faqat Allah bilan o'ltirdi deganlarning o'ziga aya Allah bilan qasam qilamsizlar? Ya Allah bilan qasam qilaymi ya rasmi? Degandek dedilar ular. O'ltirmadik biz faqat shuni deb o'ltirdik. Yani Allah'ını zikir kıplar. Allah'ını zikir kılımız diyen maqsadning de o'ltirdik dedi. Degandan bu Muaviye radhiyallohu ta'ala anhu dedi ki aga o'g'lona jazman men qasam qilishni talab qilmayman sildim. Sizga nima qilib tuhmat qilib. Yani siz qasam qilishni so'rayman. Alloh bilan qasam qil Allohim sizlar mushnu maqsadda o'ltirdim dedim. Bu yerda sizga men ishonmay yo gumon qilib tuhmat qilib bunda qilganim shu yo'q. Ve bu model hech qanday bir kishi meniki o'rnimda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan bo'lgan meni o'rin jihatda hech qanday bir kishi meni azirg'aroq emas, u kishidan hadis jihatda men deb.
Yani bu o'ltirayotgan kishiniki o'zidan payg'ambar alayhissalatu vassalamga meni yaqin bo'lish, suhbat bo'lishga nisbatan men o'ltirayotgan kishiga nisbatan men o kishiga payg'ambar yaqin. Ammo menda boshqa kishi yo'q. Jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kun chiqqan edi bir halqaniki ustiga o'zining ashablaridan bo'lgan. O'zidagi ashablari bir halq shaklida o'ltirib zikr tasbih etimizda mustaq bir so'rum chiqib ketdi. Payg'ambar zamanı tatbaq halq shaklida bo'lgan ish. Şuna payg'ambar degan, nima o'ltirg'izsilni bu yerda? Nima uchun bu chiroyli ratlik mustaq halq shaklida o'ltirsizlar? deb. Degandiki dedilar ular, o'ltirdik biz holatiki Allohni zikr qilamiz, Allohga hamd etamiz. Men Allohniki bizni islom diniga meni hidoyat qildi va bizni shu islom dini bilan nima qildi? Ihson qildi. Men islom dini bizga ihson qildi. Bizni islom diniga hidoyat qilgan men mushu in'omiga asosan Allohni aslab Allohga hamd etib turibmiz. Bizning turishimizga maqsad men mushu dedi. Degandek dedi payg'ambar Allohi ma'zasakum ila zalik. Aya Alloh bilan qasamki sizni faqat mushu o'ltirg'izdimi? Men shuni talab qilmayman. Mushu o'ltirg'izdimi debdi. Degandekin agavulungni jazman sizdan mena qasam qilishni talab qilmayapman. Sizga tuhmat qilib. Yani bu Allah'ın zikri başka bir maqsaddan deb unda qilmayapman. Lekin jazmashan keldi menga Jibril alayhissalatu vassalam men kelib xabar berdiki, jazman Alloh taolo meni faxr qilyapti, sizningki sababini bilan firishtaga shu faxr qilyapti. Faxrlar bizda ko'z qilyapti deydimdi. Men mushuni shu qilyapti. Siz mushda o'ltirib ekansiz. Jibril alayhissalatu vassalam men Jibril alayhisalomga Alloh taolo men Jibril alayhisalom kelib Alloh taolo mushu o'ltirayotgan ashabini halqil holat zikr tasbih etimizda men mushtaq qilyapti. Men mushuni ko'rsatib, men firishtaga faxr qilib, firishta ko'rdi olman. Men mushu insonlarga, men silutaqi insonlar degan o to'pidan tuproqdan yoritilgan 12 bir tarbiyani hayvoniyat quvvati va shahvat quvvati va sizda hech qanday bir narsa yo'q. Men mushundaq turib bo'lamiz zikr tasbih etimizda hech qanday bir maqsad qilmay mushundaq zikr tasbih etyapti. Ko'rdi olmani deb mushtaqchi qilyapti deb men mushtaq nima qilgan meni degan. Men mushtaq qilyapti deb mushtaqchi xabarchi bergan. Ya'ni demak men Allohni zikr qilishda faqat Allohni aslab biz musulmon qilibdi, meni bizning olim qilibdi, dinimiz sağlam qilibdi deb mushundaq qilishni bilib u odam shukronasiga asosan men mushundaq zikr tasbih etgan ya'ni so'rinniki va ilm o'qitgan har diniy ilmning hammasi shu. Men bu uning bor zikr tasbih, uning bor masjid va kazatib faqat mushun degan bo'lsa, men biz Alloh taoloniki meni firishtaga faxr qiladigan, meni Alloh taolo maqtaydigan, ham payg'ambar sallallohu buni targ'ib qiladigan bir ishga erishimiz. Unda o'g'anikin zikr tasbihning o'zini yuqorqi mana oyatga asosan ayrim yetib yurib, yangi yurib qilsam bo'ladi. Lekin uniki eng afzali halq shaklida bo'lib, dumbuloq bir shaklda bo'lib, Qur'oni Karimni hadis Rasululloh asos qilgan, asosda zikr tasbih etib, Qur'on o'qishib, bir so'zdan men tajvid Qur'onni men o'rganish va o'rgatishdan iborat bo'lgan mushtaq qilsa, uning boshqa hadisni o'rganish va dinimizni o'rgatishdan iborat bo'lgan diniy ilmni mushtaq o'qisak, men mushu eng katta ajr bo'ladi. Men buniki atrofi firishta qo'rishib oladi. Men sakinat tushirish, oromlik, zikr tasbih etgan, din o'qigan xotirjam. Dünyada andağıp geldi, mandaq çok bulmaydı. Bununki asasen ruhi psikolog buzub ketgan ahval çok bunda ağır kişiler düşüp çıkmaydı. Men bu zikr tasbihini ayrılıp ketgan kishiniki o'zi. Men Allohni aslashni unutib qolgan, namoz o'qimagan. Men bunda kishilar ko'pincha hozir qarab baqili, g'arb dunyosi va uningdagi dunyoning o'zi ko'pincha odamning o'zi ruhiy kasal, sarang. Men ular o'zini o'ltirib olgan bu hayotning nima ekani? Bu ko'pincha kimdan chiqadi? Kofirlardan chiqadi. Diniy e'tiqodi ojiz. Bize zikr tasbihini etmagan, men mushtaq kishilardan chiqadi. Hozir dunyoda ko'ryapmiz buni. Ammo haqiqiy musulmon bo'lgan odamning ishi bu ish chiqmaydi. Nima uchun? O'zini o'ltirib oladi. Chunki u odamniki ruhiyati talab qilgan narsaning o'zini bu odam topolmoqlik. Hamma ishni qilib baqliq. Unga o'zi deganda maqsad topolmagandan keyin, andagi sarang bo'ladi. Shunga o'lib ola bu hayotning nima manfaati, nima foydasi bor ekan, bu nima ish deb men mushuni o'lib olgan ish bor, ruhiy buzilib. Ammo bu adamın o'zi musulmon bo'lib, men haqiqiy musulmon bo'lib zikr tasbih davomli etib, mushundaq o'qitib, men mushundan o'tgan bo'lsa, bu adam bunda kasallikning o'zidan nima qiladi, o'shaningizda qutuladi.
rahat çok buludu. Mana bu zikr tasbihniki paysini aytmayman o jiq. Buning uchun bizniki ham Uyg'urlarniki hozirgi davrning o'zida ruhiy psixologik ahvol bak buzilib hozir mushtaq bo'lib ketdi hammasi degandek deymiz. Buniki birdan bir davosi o psixologni qilishga berib dori olib u bekat pul xashlab ne qilishga hojat yo'q. Qur'oni Karim, hadis Rasululloh, zikr tasbih. Shuningdek bir qancha odam bir yer Qur'onni o'qishadigan, to'plashadigan, masalan, hafta olamdi, oyda olamdi. Men mushundaq bo'lsa, imkon bo'lsa, kunda bo'lamdi. Mushundaq qilishniki foiz bakchiq. Buni amaliyotda tajriba o'tkazish kerak. Bu hargiz yolg'on emas. Buni ular anadagi butun ruhiy psixologik ahvol tuzilib, rasmiy sog'lom bir e'tiqodda, sog'lom bir nimada yo'linish bilan, yo'l bilan ma'g'anchu bo'lamiz. İşimiz asan çok buludu. Allah'ın rahmetiyle ilişkildi ki. Min Allah Teala hemimizni şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu hadis boyunca amel kılgan kişilerde kılsın ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.